Airways aviakompaniyasi samolyoti sahnaga xush kelibsiz. Bizni tanlaganingiz uchun minnatdormiz. Bizning asosiy vazifamiz sizning xavfsizligingiz. Parvozdan oldin men sizga xavfsizlik bo'yicha qisqa ma'lumot berib o'taman. Bilsana bularni. Har bir o'rindiq xavfsizlik kamari bilan ta'minlangan. Kamarlar taqilsin, tablo chirog'i yoqilishi bilan xavfsizlik kamarlari taqilgan bo'lishi kerak. Ikkita halqasini bir-biriga kirib, uchidan tortib moslashtiring. Xavfsizlik kamarini yechish uchun qopqog'ini ko'taring. Bolalar uchun xavfsizlik kamarlarini alohida taklif etamiz. Avariya holatida samolyotimiz suvga qo'nsa, sizning qutqarish nimchangiz o'rindiq tagida joylashgan. Ekipaj buyrug'i bilan nimchani boshiga kirib o'tkazing. Kamarni o'rtadagi Voy, kalada tajadi. samolyotdan chiqishda ikkita qizil qalpoqchani keskin pastga tortib, nimchani havoga keltirib, naycha orqali nimchani qo'shimcha havoga keltirish mumkin. Chiroqchani yoqish uchun batareyadagi bog'ichni pastga torting. Sahnada bolalar uchun qutqarish nimchalari ham bor. Sahnaga ventilatsiyasi ishdan chiqdi. Salamalarlar. Kislorod niqoblari tepadagi tokchadan oldingizga avtomatik tarzda Ovqat yegandan beri shunaqa bo'lib qoldim. Shundan beri o'ylayman. Agar siz bolangiz bilan uchayotgan bo'lsangiz, niqobni o'zingizga, so'ng bolangizga taqing. Qo'l yukingiz oldingizdagi o'rindiq tagiga yoki tepadagi tokchaga qo'yilgan bo'lishi kerak. Adam boshidan olaman deyman, tezlashib qoladi. Va avariya chiqish yo'liga qo'ymang. Yorug'lik berib turuvchi yo'lkalar avariya chiqish yo'lini ko'rsatib turadi. Har bir avariya chiqish yo'li exit yoki chiqish so'zi bilan ko'rsatilgan. Samolyotning old, o'rta va dum qismida joylashgan 8 ta avariya chiqish yo'llari havoga to'ldiriladigan traplar bilan ta'minlangan. Biz sizdan uchish vaqtida chekmasligingizni so'raymiz. Butun uchish davomida chekish va elektron sigaretalardan foydalanish man etiladi. Tanasiga taxoya bor. Hojatxonalar tutunga qarshi Tanasiga taxoya va bor dedi. signalizatsiya bilan ta'minlangan. Avariya holatida ekipaj buyrug'i bilan ko'rsatilgan xavfsiz holatlardan birini egallang. Barcha elektron asboblar va uyaviy aloqa vositalari parvoz dasturiga o'tkazilgan yoki o'chirilgan bo'lishi kerak. Qo'shimcha ma'lumotlarni